Assalamu alaikum. Dünyanın her yerdeki aziz qarindoshlar, Shvetsiyadagi barliq jamoat va bu yerda 2022-yili 1-oyning 29-kuni Sargil maydoniga yig'ilib, Xitoy qishliq olimpik qarshi irodamizni oxirigacha bildirish maqsadida bu yerga namoyish to'plandik. Bizlarni asrash, qo'g'dash, yo'l berish uchun 2 polis mashinasi va 4 polis, Shved polis kelib bu yerda yordamda tayyor turibdi. Jamoatchilikka ko'p rahmat. Qor, yomg'irga qarmay, sovuq qarmay shu maydonga to'plashdik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'paygan qarindoshlarimizga ko'p rahmat deymiz. Xizmat va boshqa sabablar, pandemiya sababli ko'p bo'lmagan qarindoshlarimizga rahmat deymiz. Omonlik tilaymiz. Bu namoyishimiz toki 5-fevralgacha davomlashadi. 1, 2, 3, 4, 5 fevral 4 gün Sargil Toriyatda saat 1'den 2'ye kadar 5 fevral Xitoy ambassiyasining oldida, elchixonasining oldida saat 2'den 4 kishi bizning oxir irodamizni oxirigacha bildirish uchun namoyishga yana to'planib turyapmiz. Bugun ko'paygan barliq qarindoshlarga rahmat. Qizimiz Qutay Kurash inglizcha bayonotni o'qib o'tdi. Marhamat. Good day, everyone. I would first like to thank everyone for coming here today and for all the organizations that worked hard to make this happen. We're here today to demand one thing, and that is for sponsors of the upcoming Beijing Winter Olympics, like Allianz, to drop their sponsorship deals. In just a few days, China will open the games in Beijing. According to the Chinese authorities, the prestigious event will be open and inclusive, create a harmonious world, and promote social progress. But for those living under China's rule, the reality is far from inclusive, open, and harmonious. Instead, daily life is characterized by a brutal crackdown on cultural diversity, a tearing apart of community cohesion, and closed doors to human rights monitors and international media, who have been desperately trying to document the worsening crackdown. At least 3 million Uyghurs, Kazakhs, Uzbeks, and other Turkic people are locked in internment camps, undergoing systematic torture and political re-education. Boycott China! Boycott China! Boycott Beijing! 2022! Boycott Beijing! 2022! Boycott Beijing! 2022! Boycott Beijing! 2022! China fascist! China fascist! China fascist! China fascist! Det hela världen som ljumar sig, vill inte veta, vill inte höra, vill inte... Tack. Vi bara, det som vi gör nu, kanske. Måste peka på där händer någonting och du måste kolla på det. Ja, tack. Ja. Hoppas du delar med din social media. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 29-yanvar shanba Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoati Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmning Sargil Toriyat maydonida Xitoyning olimpiyaga qarshi namoyishni davomlashtirmoqda. Bugun havo biroz sovuq, uning ustiga qor yomg'ir shaklida yog'yapti. Shuning bilan birga qarindoshlarimiz yana o'zining majburiyatini, o'zining vazifasini ado qilish uchun imkoniyat yer bergan qarindoshlarimiz bu maydonga kelib o'zining qarshiligini bildirmoqda. Burada duvarlar to'landi. Yana olimpik maydondagi o'tkazishga qarshi bayonotlar so'zlandi. Inshaalloh Alloh razı olsun. Bugungi maydonga kelgan qarindoshlarimizdan vaqtini, iqtisodini sarf qilib bu maydonga hozir bo'ldi. Gerçi bu maydonda muxbirlar bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo o'zining majburiyatini bir kichik imkoniyatiga yarasha ish qiladigan, qarshiligini bildirgan qarindoshlarimiz o'zining izchillik bilan bu maydonda izchil namoyishni davom qilmoqda. Inshaalloh qanday bo'lmasin, izchilligimiz, qarshiligimiz, olimpiyga bo'lgan qarshiligimiz, katta bo'lgan
erkek qirg'inchiligiga qarshiligimizni har xil shaklda namoyon qilish hammamizning majburiyati va mas'uliyati deb qaraymiz. Boykota China. Boykota China. Boykota Beijing 主义主义图。Boykota Beijing 主义主义图。Boykota Beijing 主义主义图。Boykota Beijing 主义主义图。No rights, no games. No rights, no games. No rights, no games. No rights, no games. China lies, Uyghurs dies. China lies, Uyghurs dies. China lies, Uyghurs dies. China lies, Uyghurs dies. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Uyghur genocide. Stop Olympic in China. Stop Olympic in China. Stop Olympic in China. China fascist. China fascist. China fascist. Sverige agera. Birinchi staddan 4-chi stadgacha yana namoyishimiz davom etadi. Har kundagidek 4-chi stad inshaalloh dunyo xarakteri dunyo qurultiyining o'rlashtirishiga ovoz qo'ygan shaklda ham 5-fevral g'ulji qirg'inchiligini birlikda ilib boramiz. Shundan birga jamoatimiz yana 5-fevral kuni Xitoy elchixonasidami vaqt oldi. Inshaalloh qolgan qarindoshlarimiz 5-fevral kunidagi Xitoy elchixonasining oldida o'tkazilgan namoyishga hazır bo'lishini bu shaklda 25 yillik g'ulji qirg'inchiligini xotirlash bilan birga Xitoyga bo'lgan noroziligini bildirish muhim deb qaraymiz inshaalloh. 29 yanvar Shvetsiya poytaxti Stokgolmda namoyish. Bugun 2022 yili 1-oyning 29 kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Xitoy qishliq olimpikni boyqutlash to'g'riliq namoyish bo'ldi. Ertaganda namoyish uchun zarur lozimliklarni tayyorladim. İngilizce, Şveççe, bayonot va nutq tekstlari, shuarlar, muqaddas ay yulduzliq ko'k bayrog'imiz, olimpikni boyqutlash to'g'riliq logolar, azimatlar uchun hazırlangan xush biroq shaptul ta'mlik choylar, stakanlar, samsi to'qashlar hammasi hazır bo'ldi. Güzel Sümeyye'nin pidagor bo'lib namoyishga qat'iy qatnashish irodasi bakmi ta'sirlantirdi. İmkana batırıp çoğunlarımı özünü sel daldıqıraq tatıvatqan namayişlərgə, konferanslarga, çiver yaşlarının, səbi ballarının o'tdek qızğınlıqda qatnışı acayip depilmez ruh idi bu küllərdə. Sizdek iradlik, öz əməliyyəti bilən əlvətən suyidğan, küyidğan, pedagoglarını tərbiyələb yetişdirgən adamlarga abirin, təşəkkürlə deymən tümənmin. Lazımlıqlarını elib, namoyish maydoniga baldırla yetib keldik. Bizdimi baldur 2 mashinada 4-5 shved saqchilar amanlıq və tərtib saqlash uchun kep bo'lgan ekan. Salomlardan keyin ular bilan do'stona fikrlashdik və namoyish ijozatini ko'rsatdim. Namoyish aniq vaqti uzunligi, taxminan qanchalik qatnashchilar borligi, namoyish maqsadining Xitoydagi qishliq olimpikni boyqutlash to'g'riliq ekanligi qatorliq muhim nuqtalarni bildirdim. Shved saqchilar nihoyat qizg'in, ammo jiddiy ravishda o'zlarining amonlik va tartibga mas'ul ekanligini, namoyishni o'z vaqtida boshlab vaqtida o'ngishliq tamomlashimizga tilakdosh ekanligini bildirib, o'z mashinalariga qarab mangdi. Namoyish qatnashchilari allaqachon sap tuzgan bo'lib, jasoratlik aka inalar, pam-farosatlik hadi singillar, alvatanning umidli kelgusi, suyimlik yoshlar, bolalar shuncha sovuqqa, yomg'ir aralash yig'ayotgan qorga qaramasdan qo'llarida ay yulduzliq ko'k bayrog'imiz va logolarni egiz ko'targan edi. Ularning chehridan, ko'zlaridan tajovuzchi yovuz Xitoylarga kuchlik o'chmanlik nur to'kilatdi. Har bir shuarlar tovulg'anida ovozlari dushmanga qartilgan o'q kabi chiqatdi. Batur yoshlarimizdan Qutay kurash inglizcha bayonotni o'qib o'tdi. Bayonotda butun dunyodagi adolatparvar davlatlarga, rahbarlarga, tinchlikparvar xalqlarga,
Uyghur irqiy qirg'inchiligini anglatadigan, Xitoydagi qishliq olimpikni boyqutlaşning ta'xirsizligini bildiradigan kuchli chaqiriq ham murojaat bor edi. Qut'a yana shuarlar tavlashdimi yetakchilik qildi. Boykota, boykota, boykota China. Boykota Beijing, shugi tu. No rights, no games. China lies, Uyghurs dies. Stop Uyghur genocide. Stop Olympic in China. Free Uyghur. We want freedom. China fascist. Sverige agera. We will have frihet. Mazmunluq bayonot jangvar shuarlar bilan namoyish vaqtida tezlik to'shib qoldi. Shvetsiya ichi va dunyodagi boshqa illardagi azimatlarga videolik salomlar yo'lladik. 1, 2, 3, 4, 5 fevral kunlari tushdan keyin Sergel Storyet va Xitoy elchixonasi oldida izchil namoyish davom qilish irodamizni, chaqiriqlarimizni bildirib, namoyishni oxirlashtirdik. Namoyishning barliq ishtirokchilari bilan birma-bir rahmat aytib xo'shlashdik. Namoyish tartiblik va ahamiyatli o'tdi. Metroda qaytqucha maqola va doklad uchun tayyorlik tizisi yozdim. Gruppalarga safarvarlik va tashakkurlar yo'lladim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.